Assalomu alaykum aziz tildoshlar, vatandoshlar, aziz qavm qarindoshlar, aziz turktovarlarimiz. Shundoqki va'da qilgan edim, bu Turkiston borasida nima plan programmalarimiz bor. Avvalgi videoda xizmatlaringizga izohlagan edim. Unda yodlaringizda bo'lsa, eslaringizda bo'lsa, bayroq to'g'risida ham suhbatlashamiz degan edim. Bu hozirgi bayroq Turkiston janubi deb bayroq ijtimoiy tarmoqlarda bor. Yaxshi ranglari nuqtai nazardan, oy yulduz nuqtai nazardan, ammo bu bizlarni tamom millatimizni tarixini, geçmişini qilib kelgan mücadele muborizasini va o'zini tarixda bo'lgan huviyati, tili, muqomini bildirishlik uchun komil emas deb tushunamiz. Chunki masalan ot samboli bizlarga voz kechilmas bir narsa. Otni minib bobolarimiz imperatorlik qilgan, kishvarlarni fath qilgan, dunyoni fath qilganlar ot bo'lishi kerak va qilich bilan bular o'sha beadolatlik muqobiliga shu rizgacha qilich chiqarib va qalam bo'lishi kerak. Aynı zamanda san'at nuqtai nazardan, qo'l san'atlari nuqtai nazardan qolin, gilam siz bizdan dunyoga tanitgan san'atlarimizdan birtasi. Yo bizlarning bobo ajdodlarimiz hammasi chorvador, moldor bo'lib kelgan, dehqon bo'lib kelgan, ziroat pesha bo'lib kelgan, zamindor bo'lib kelgan. Bug'doyni alomati, qolinda alomati, bu narsalar qalamda aytganimda alomati bo'lishligi kerak. U uchun bayroq to'g'risida ham inshaalloh fikri nazarlaringiz lozim. Va aynı zamanda Afg'oniston federal mamlakati Jamhuriy Turkiston adli asosiy qonun musavvodasi ham mutaxassislarimiz, donishmandlarimiz, qonun va huquq biladigan ziyoilarimiz tarafidan tartib beriladi. Inshaalloh bu ham vaqti zamoni kelib sizlar bilan sharik bo'lib va sizlarni nazarlaringiz, sizlarni fikrlaringiz kesinlikle unga olinadi. U uchun bayroq to'g'risida ham fikri nazarlaringizni istayman va bo'lib o'tgan narsalardan ham sizlarni bo'lib o'tadigan narsalardan ham sizlarni jarayonga qo'yishlik va sizlarni xabar qilishlikni o'zimga bir vazifa deb bilaman. U uchun siz bizni kelajakda yetayotgan ishlarimiz juda ko'p. Bu yetayotgan ishlarimizni faqat bitta asosiy unsuri borki, u bizni itoat, birlik va til birligi, qo'l birligi, qavl birligi bo'lsa, inshaalloh bizlar bu muvaffaqiyatlarga va bu yutuqlarga erishamiz. Sog' va salomat bo'linglar, fikr nazar bildiringlar. Rahmat.